Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. 8-mart Xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman. Bayram dasturxoniga oyijonim bilan birgalikda medovik tort tayyorladik. Tovamizni gaz ustiga qo'yib, 4 osh qoshiq asal solib, yaxshilab eritib, margarin solib, uni ham eritib, 1 choy qoshiq iste'mol sodasidan solib, 200 gram shakar solib, yaxshilab qizarguncha aralashtiramiz. So'ngra uni sovutib, 3 dona tuxum solib, 400 gram un solib, uni ham aralashtiramiz. Va patnislarimizni yaxshilab yog'lab, xamirimizni tekis qilib yoyib, 150 gradusda duxovkamizga qo'yib olamiz. Medovkamiz pishib chiqqandan so'ng kremini tayyorlab olamiz. 1 dona tuxum, 1 stakan shakar, 2 osh qoshiq un, 2 stakan sut va margarin solib yaxshilab gazda pishirib olib, tayyor bo'lgan kremimizni shirinligimiz orasiga surib olamiz.